Bari kanatlar balam yaptı. Ben akşam çıktım. Kim tutup verdi? Bir yıldan beri aldığınız balam mı? Kalpama izbine tak koyasız balam mı? Balam şöyle dolanıp ölüp gider adasına aylan bu. Men çalokta ben dolap tutmam balam mı? Ben sorası Cılıxana diye. Bir de dolanmayayım sana balam diye. Kaplenmeyin. Ben babamla gaplaştık. Ben babamla gaplaştık. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Shu video tomonda ko'rib turgan narsalaringiz bo'yicha qisqacha murojaat etaman sizlarga. Shu farzandimni doktorlar tomonidan noto'g'ri tashxisi bo'yicha chiqib turibman. Farzandimga qo'yilgan tashxisdan men noroziman. Lekin endi farzandimni men professorlarcha ko'rsatganman. Shu vaqtgacha meni shu Xorazm viloyati bolalar ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasidan noroziman, to'g'risi. Farzandim 1 yil davomida davolanganda 1 yil farzandimga faqat karbamazepin dori tabletkasini berib qo'ydilar. Hech qanday farzandimda o'zgarish ko'rmadim. Shu vaqtgacha farzandim sudirgi epilepsiya kasalligi bilan bo'lgani uchun farzandim sudirgi tutgan vaqtimda 103 tez tibbiy yordamga telefon qilganimda, telefonda shu doktor kelib, feldsher kelib farzandimni ko'rdi, ahvolini tez tibbiy yordam birinchi eng yordamni ko'rsatgandan keyin doktor men bilan maslahatlashdi. Farzandingiz kimga ko'rsatib turibsiz doktorlardan? Kim qarab turibdi degan vaqtimda shuni ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida shuni doktorga ko'rsatib turibman degan vaqtimda shu doktorlardan katta rahmat aytaman. Tez tibbiy yordamda ishlab turgan doktorlar hammasini. Shu vaqtda aytdi, doktoringizni o'zgartiring og'a dedi. O'zgartirmasangiz bo'lmaydi, farzandingiz dim orqaga qarab borayotir. Yashash so'nib borayotir bolani. Tabletkasini o'zgartirish kerak, yaxshilab qaratish kerak, boshqa doktorga ko'rsating dedi. Shu tomonlama men больницадан chiqib ketib, boshqa doktorga ko'rsatdim, klinikalarga o'tib ketdim, davlat tomonidan klinikalarga. Klinikalarda davolatdim. Farzandimga to'g'risi yurmaydi, farzanding shudir shuna qolib ketadi deb aytadilar. Lekin farzandim shu gunacha yurdi o'zi, Xudoga shukr, Allohga shukr etaman. Farzandim yurdi, sog'liqda hech qanday muammo bo'lmadi shu vaqtgacha. Hozir farzandim faqat qo'yilgan tashxisini norozilikim. Shu 22-chislo kuni farzandimni doktor olib borgan vaqtimda shahar ko'p tarmoqli shifoxona, bolalar shifoxonasiga olib borgan vaqtimda doktor aytgan, bolani dokumentini ko'rmindirib, bolani psixiatr olib borasan degan. Bolani psixiatrga ko'rsatasan, bizani kasal emas bu, psixiatr olib borasan, psixbanisa olib borasan degan. Bu bizani tilda Xorazm tilida aytgan vaqtimizda Jilixona deb aytiladi. Shu Jilixona olib borasan degan. Ayolim ko'chaga chiqib turib, telefon turibdi, bolam shunday aytdi, bizani kasal emas deb aytdi. Men shu vaqtda to'g'risi u narsani hech bir ota-ona ko'tarib bilmaydi. Shu vaqtda men Respublika Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat bilan chiqdim. Murojaat bilan chiqib 1 soat davomida suhbatlashdim. O'zim elektron arizalarimni tashladim shura. Suhbat davomida meni eshitdilar. Katta rahmat aytaman Sog'liqni saqlash vazirligiga, O'zbekiston Respublikasiga. 23-chislo kuni bu video 23-chislo kuni bo'ldi. Men Sog'liqni saqlash vazirligiga ariza bilan chiqqanimdan keyin 23-chislo kuni men bordim, больницаga borib, doktordan nechun siz meni ayolimga kelibdi, bolam bilan gapdi, nechun siz bunday deb aytdingiz, bolani ko'rib, dokumentini ko'rmindirib, nechun meni psixbanisa yurasan deb aytsam, doktor men bilan shu vaqtda bilmayman, menda nodir adovati bormi bu doktorlarni. Menda adovati borligi aniq, nechun deganda men bolamni больницадан olib chiqib ketganman. Ular menga umid bermaganini ko'chadagi menga klinikadagi umid berdi menga. Shu vaqtda katta rahmat aytaman klinikadagi doktorlar ham, xususiy klinikadagilar menga katta yordam berdi. Shu vaqtda farzandimda katta o'zgarish bo'lib turibdi. Lekin shu hozirgi davomida, video davomida ko'rganlaringiz uchun shu videoni chiqarmayajak edim, olmayajak edim. Lekin maqtitlar bo'lib turibdi. Mening ko'p ota-onalar farzand uchun harakat etib turibdi, lekin ular ham chiqish niyati bor, lekin chiqmoqqa qo'rqadi. Menning oldingi ota-onalarim shunday qo'rqizgan bo'ladi. Men ham qo'rqib turibdi, lekin men qo'rqinmay hech narsadan, faqat Allohdan qo'rqaman. Bandasimdan emas. Farzandim uchun prezidentga chiqaman. Hech narsadan qo'rqinman. Osmon qo'lida bo'lsa tashlab berishlari mumkin. Men murojaat etaman hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichga, Saida Mirziyoyeva, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligiga, Xorazm viloyati Sog'liqni saqlash vazirligi rahbariyatiga murojaat etaman. Bu farzandim Muhammad Solihga qo'yilgan tashxis to'g'risida men noto'g'ri tashxisidan noroziman bilani. Xorazm viloyati ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasi nevrologiya bo'limi shifokorlari tomonidan noto'g'ri tashxis qo'yilganidan norozi ekanligimni bildiraman. Ushbu holat farzandimning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkinligi men uchun meni dim chuqur tashvishga solib turibdi. Shu sababli mazkur shifoxona va aynan nevrologiya bo'limi shifokorlarining faoliyati yuzasidan qat'iy va adolatli tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman. Har bir bemorga to'g'ri tashxis qo'yilishi va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish zarur. Ayniqsa gap bolalar to'g'risida ketib borayotganda. Ko'p ota-onalar berdi. Ota-onalarni mensimaydi bu yerdagi doktorlar. Umuman tumandan kelganlarni umuman mensimaydi. Bar tumanga bor deb qo'yib beradilar. Shunda ko'zim oldidan chamarta bo'lgan. Men vaqtimdan doktorlar bilan urushganman shu vaqtimdan ham.
Nechun berasizlar? Balani ahvolini ko'rib turibsizlar-ku degan vaqtda men o'zlarini tumanda davolanadi deb shu vaqtdan shuni aytadilar. Men u doktorlardan noroziman. Iltimos, ota-onalar majbur bo'lgandan boraver farzandning sog'ligi uchun. Umid kutib boradi bu yerdan. Sababchi doktor-ku, masalan, shifonida Alloh bergan bilan sababchi doktor bo'lib turibdi-ku. Nechun doktorlar o'zining vazifasini yaxshi qaramaydi? Shaxsiy fikrim shu, davlat tomonidan shu Sog'liqni saqlash vazirligi respublika bo'yicha bizning shu Xorazm viloyati ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasidan tekshiruv olishini so'rayman shu nevrologiya bo'limini. O'zi Banisani Nikaronda hammaning qurib yetarmidi klinikada bolasini davolashga to'g'risi. Lekin men klinikaga olib chiqib ketganman, shu vaqtgacha katta o'zgarish ko'rganman. Respublikaga chiqqanman, Toshkentdan olib borganman, professorlarga ko'rsatganman. Farzandim u bular qo'yilgan tashxisni noto'g'ri deb qo'yib berganlar menga shu vaqtimdan ham. Lekin men u gün ham barcha kimsa yo'q edi u narsa bo'yicha. Dokument uchun shu so'ragan uchun borgan vaqtimizda ular bolama shu dokumentni ko'rmaydi deb tashxis qo'ygan uchun men asabiy bo'lib, liboy bir ota-ona uni vaqtda o'zini tutib turib bilmaydi. Men yaxshi gap bilan tushuntirgan bu yerdan doktorga borib, nechun siz nerdan olib aytdingiz bu narsani, psixiatrga ko'rsatasan balangni deb. Professor ko'rgan vaqtimdan ham shuni gap aytmayman, professorlarga ko'rsatganman, Rossiyadan kelgan professorlarga ko'rsatganman. Lekin balamni davolatasan, to'g'ri, balam tengqurlarni qaranda orqada qolishi mumkin, lekin vaqti kelganda tengqurlar bilan deng borib dengaladimi bo'ladi deyarli doktorlar vaqtdan professorlar. Lekin sizlar aytib turishingizni men noroziman. Tegishli chora ko'rishingizni so'rayman O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligidan. Ko'p ota-onalar borki, shuning shu больницаga order bilan borsam, orderni olib borgan больницаga davlat больницаларына olib borgan orderni yaxshi qaramaydilar doktorlar, order bilan kelgani uchun. Nera borish kerak? Ko'p ota-onalarning puli bor, ko'p ota-onalarning puli yo'q. Nera murojaat etishimiz kerak biza? Nera boradi? Kim borsin, nera borishini bilmaydi hamma. Boradigan bo'lsa, bolasini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Doktorlarni bilasizlar o'zingiz. Nov deb qo'rqitishni. Nima murojaat etib turibdilar, qo'rqitib turibdilar hozir ham. Men bolamni ikki dunyodan ham detskiy больница olib borman endi. Bunda davolatganman, ko'rsatganman detskiy больницadagilar. Doktorlar tavsiya etganlar, doktorlarni ko'rganman. Doktorlardan natija nevrologiya bo'limidan umuman natija ko'rmaganman farzandim bo'yicha. Umuman 0. Agar farzandim shu yerda davolatganimda shu kungacha farzandim hayot bo'lmas edi, o'lib ketar edi farzandim. O'lib ketar edi. Bu yasham etmasadi. Harakat etdim oilam bilan, doktorlar bilan, professorlar bilan harakat etib, farzandim shu kungacha уже yurib ketdi farzandim. Farzandlarga shuni tashxisini noto'g'ri qo'yilgandan keyin farzand shu yurmaydi, yemaydi, ichmaydi. Bu farzand o'lib ketishi kerakmi? Jamiyatga foydasi yo'q deb o'ldirib berish kerakmi bu farzandlarni? Ha? Ozgina harakat etib doktorlar bir ota-onalar umid berganda farzand yuriydi, yurmaydi emas hech kim farzandi, yuriydi. Avvalambor bandasini emas. Tashxisni qo'yish bunday etib. Umid kutib boradilar, umid bir ozgina bir mehr bormi? Mehr, salam ota-onasiku doktorlar. Ozgina mehr bormisa-da, yo shunchalik bag'ritosh bo'lib ketganmisizlar. Pulmi ko'ru? Ha? Pul gaplaymisizlar-da. Pul bo'lsa yaxshi, jalak-jalak olib o'tiraysizlar-ku pullarni sanab. Borgan vaqtlarimda podarkalarni olib o'tiraysizlar. Shu vaqtda indamay olib o'tiraysizlar-ku, balang yaxshi bo'lib ketadi, balang yaxshi bo'lib ketadi. Men klinikaga chiqib ketganimdan keyin chiqib bo'ldi. Sizlarga qattiq botdimi? Men yozib bermayman shuklatinglar desam, nima deysizmi menga u kuni? Yozib berading deb. Ina yozib beraman sizga. Siz bilan qonun oldida gaplashaman. Liboy biring bilan gaplashaman qonun oldida. Qonun bilan gaplashaman sizlar bilan faqat bundan keyin. Qonuniy chora ko'radi sizlar.